Assalomu alaykum. Avvalambor, hurmatli ustozlar, sizlarni Ramazon hayiti hamda kirib kelayotgan Navro'zi olam bilan chin dildan tabriklayman. Barchalaringga bayram muborak bo'lsin. Shu bayram sovg'asi sifatida shu kichkinagina bir kontent yaratgan edik. Inshaalloh ustozlarimizga manfaatli bo'ladi degan niyatdamiz. Ko'pchiligimiz mana imtihon sanalari ochilgan paytda registratsiyalardan o'tib oldik. Mana endi ko'pchilik bemalol kandidat statusiga ega bo'ldi. Endigi navbatimiz endi imtihonga tayyorgarlik ko'rish. Albatta yaxshi natija ko'rsatish uchun, natijani oshirish uchun yaxshi resurslardan foydalanish kerak. Endi aptis imtihonlari uchun resurslar juda ham chegaralanganligi uchun biz qo'limizdan kelgancha o'shanga o'xshagan simulyatsiya variantlarini, namunalarni yaratishga harakat qildik va o'shalardan bitta qismi mana shu speaking uchun mo'ljallangan, demak, faylimiz hisoblanadi. Bu faylni birgalikda ko'rib chiqamiz, obzor qilamiz. Umid qilaman ko'pchilikka foydali bo'ladi. Foydali deb bilsangiz, albatta tanishlaringiz va hamkasblaringizga yuborib qo'yasiz. Va bu birinchi ko'rinishi beti shunday bo'ladi. O'ng qo'lda demak sertifikatim, chap qo'lda sariq belgida esa albatta Telegram kanalimiz. Ma'qul kelsa, o'sha tanishlaringizni chaqirsangiz Telegram kanaliga qo'shiladi va u yerda o'sha imtihonga mosroq bo'lgan kontentlar bilan o'sha demak subscribersni, ya'ni obunachilarimizni siylaymiz, xudo xohlasa. Demak, men ikki marta Aptisi Solfo Teachers imtihonini topshirganman va deyarli 2021 yil va 2026 yilda overall balim 186 chiqqan. Demak, umumiy tayoqchalar C1. Nasib qilsin sizlarga inshaalloh 190 dan oshiqroq, biznikidan balandroq natija nasib qilsin barchangizga. Demak, bu speaking uchun moslashtirilgan demak fayl hisoblanadi. Bu faylda mana bu quyidagicha tartibda ketgan, ya'ni 1 2 3 4. Demak, 4 ta partdan iborat bo'lib, har bir partimizga bu yerda nechtadan savol tushishi va qanchadan vaqt sarflanishi lozimligi haqida bu yerga yozib qo'yilgan. Masalan, birinchi partimizda 3 ta savol, 30 sekunddan har biriga vaqt beriladi. Ya'ni buni agar imtihonni boshlamoqchi bo'lsangiz, albatta Start Speaking Test buttonini bosasiz. Bu ko'proq bu faylimiz ko'proq kompyuterlarga mos, chunki telefonlarga uncha tushmasligining sababi telefonlarda rekord, ya'ni ovoz yozib olish qismi yaxshi ishlamasligi mumkin. Boshqa qismlari ishlaydi, rasmlar ko'rinadi, savollar ko'rinadi, lekin o'sha audioni demak yuklab ola olmasligi mumkin. Agar laptopda kirsalaring umuman muammo yo'q. Demak, Start the Test buttonini bosamiz. Birinchi bir martalik access berish uchun mana shu разрешит, когда я на сайте degan ruscha so'zimizni yozamiz. Buni bosishimizning asosiy sababi, demak, shu testimizda boshida mikrofonimizga access beramiz. Mikrofonimizda ovoz eshitiladi va ovozimiz shu orqali yozib olinadi. Qani bosdik. In this part, I will ask you 3 personal questions. You have 30 seconds per question. Please begin speaking when you hear the beep. Please tell me about yourself and where you come from. Ko'rdingizlar, demak, o'ng tomonda 30 sekundlik timer kelyapti va o'sha timer 10 sekund o'tgandan keyin pastida finish recording buttoni chiqadi. Mana hozir ko'ryapsizlar, mana finish recording. Ikkinchi savolga o'tamiz bossak. What do you usually do on weekends? Tell me about your typical weekend activities. Ya'ni beep sounddan keyin gapiraverasiz. Mana pastda ko'rib turibsiz, recording in progress. Albatta ovozingiz yozib olinyapti. Chunki bu kompyuterda bo'lganligi uchun. Telefonda shu qismi ishlanmasligi mumkin. Mana bu yerda yana ko'ryapsizlar, demak finish recording bosamiz. 3-savolga o'tamiz. What kind of sports or hobbies do you enjoy in your free time? Belgilangan vaqtda 30 sekundda imkon boricha tezroq mulohaza bilan ma'lumotlarni ko'proq berib, to'g'ri languagedan foydalanib bergan yaxshi. In this part, I will show you a photograph and ask 3 questions about it. You have 45 seconds per question. Please begin speaking when you hear the beep. Please describe what you see in this photograph.
Mana ko'rdingizlar 45 sekundda. Demak, bunda ham 3 ta savol tushadi, 45 sekundda vaqt beriladi. Endi biz hozir har bittasini bunaqa qilib o'tirmaymiz. Biz skip pastda buttonni bosamanda How do you think the students in this picture feel about learning? keyingi Why do you qismiga think bordik. so? Mana ketdi, ikkinchi savolimiz boshlandi. Yana skip qilamiz. Endi men In your skip opinion, qilyapman. is group work more effective than individual work in teaching? Why or why not? Rasm turibdi, savollar o'zgaryapti. Har bittasi 45 sekundda. Demak, buni ham skip qilamiz va 3-partga In this o'tamiz. part, I will show you 2 photographs. You will compare them and answer 3 questions. You have 45 seconds per response. Please begin speaking when you hear the beep. Please describe the differences and similarities between these 2 classroom environments. Mana ko'rdingiz. Ikkita rasm taqqoslash va savollari yana chiqadi. Skip qilsak, What are the ikkinchi savol. advantages and disadvantages of each type of classroom? Which one do you think is better for students learning and why? How do you think classroom environments might change in the next 20 years? Uchinchi What role savolimiz. will technology play in shaping future learning spaces? Demak, endi oxirgi. In this final part, you will see 3 questions on an abstract topic. You have 1 minute to prepare your answers and make brief notes. Then you will speak for 2 minutes. Please begin speaking when you hear the beep. Demak, bizda 3 ta savol bo'lyapti. Oxirida rasm shart emas, rasm faqat bizga o'sha holatni tasavvur qilish uchun ishlatilgan xolos. Mana bu berilgan 3 ta savolga imkon qadar to'liq javob berish kerak, chunki task response balingizga yaxshi olasiz. Faqat bittasiga gapirib turganingizda o'chib qolsa ham yaxshi emas, chunki bizga atayin 3 ta savol beryapti. Bir-biriga bog'lab turib, imkon qadar to'liq qoplab berish kerak. Bu gapimiz multi levelga ham o'tadi. Ko'pchilik bitta ikkita savolga javob berib, qolganida chala qolib ketadi. Bu degani o'sha taskni to'liq bajarmaganligidan darak beradi. Shu bilan demak, oxirgi qismida mana tugallangan qismlarini ko'rsalaring, mana bu yerda recorded chiqyapti. O'tkazib yuborilgan qismlari mana skip chiqyapti. Endi pastroqqa tushsangiz, mana bu yerda download all. Zo'r tomoni buni, demak siz o'sha gapirgan gaplaringizni albatta yuklab olishingiz mumkin, hammasini. Yo'qmasa mana bu yerda share ni bossangiz, share'da har bittasini recordingga chiqadi. Bemalol download deb bosib olishingiz mumkin, misol uchun. Ko'rdingizmi? Keyin download qilib yuklab turib, bemalol share qilishingiz mumkin. Ustozlar bemalol tekshirib sizga feedback berishi mumkin. Umumiy holatda xuddi shu ko'rinishga ega bo'ladi. Yoqqan bo'lsa, sheringlaringiz bilan, do'stlaringiz bilan, hamkasblaringiz bilan ulashib qo'yasiz. Sharing is caring.